Hozir biz Esla muzqaymog'i bilan ajoyib bitta o'yin o'ynaymiz komandamiz bilan birgalikda. Shartni tushuntirib o'taman. Mana shu 6 ta mahsulotning nomlari yozilgan qog'ozchalarda. Hozir bitta tanlaysizlar. Agar kimga qaysi mahsulot tushsa, o'shani Esla muzqaymog'i bilan qo'shib birgalikda yeb berish bo'ladi. Hamma bu yerda mana bodring, pomidor, sabzi, velona, banni, panki, xullas shirinliklar ham bor, xolis ekinlari ham bor. Davay, sizdan tanlang. Oxiri sizga tanlash imkoni bo'lmadi xullas. Hamma bittadan o'ziga qog'ozcha tanladi, endi ochib ko'ramiz. Ketdi. Shunga nima tushganini ko'ramiz. Barni, pomidor, sabzi. Qanday bo'ladi? Velona bilan Esla. Qanday bo'ladi? Pomidor bilan Esla. O'rtoqlar, o'zingizlar ko'rdinglar kimda qanaqa reaksiya bo'lganini. Sizlarga ham maslahatim, yaxshi kayfiyat uchun Esla muzqaymoqlari bilan, komanda bilan ajoyib o'yinlarni o'ynab turishingizni tavsiya qilamiz. Esla.